ishga ketishimni kuzatyapti bor endi. Qo'rajoy, Chingachuk, hindularning sardori. Mana shu boshliq. Bir qush o'tib ketgan edi, hammasi jim bo'lib qoldi qanday ovoz. Xavfni sezibdi bu. Stoq olishim kerak. Ikkita urg'och, bitta erkagidan. Stoqning ovozi xunuk bo'lgan, tovus degani. Ovozi xunuk bo'lgani bilan uni juda erkagi, qanotlari chiroyli, odamga zavq beradi, gullari chiroyli. Shu olib kelishim kerak. Agar kimda bo'lsa, menga aytingizlar. Sotiladigan bo'lsa sotib olaman men. Tovus.